O'rtoq abituriyentlar, biz YouTube kanalimizda sizlar uchun foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz. O'ylaymanki, biz berayotgan ma'lumotlar sizni o'z kelajagingizni qurishda katta yordam beradi. Shunga qaror sizdan, maslahat bizdan. 2025-yil Ministerstvo образования Rossiya ta'lim vazirligi tomonidan 6 ta yangilik kiritildi. Bu yangiliklar hammasi talabalarga tegishli, o'qishga kirmoqchi bo'lgan bolalarga. Mana shu yangiliklarni bugun sizlarga polностью tushuntirib beraman. 2026-yil o'qishga kirayotgan talabalar, iltimos bu narsaga e'tibor beringlar va shunga qarab harakatlaringni qilinglar. O'rtoq abituriyentlar va talabalar, biz kompaniya Apcenter 7 yil davomida O'rta Osiyo bitiruvchi bolalari va Rossiyada ishlab kelayotgan bolalarni Rossiya universitetlarida o'qishda va o'qishga kirish jarayonlarida yordam berib kelyapmiz. Bu o'ylayman sizlar uchun yangilik emas. Biz 2026-yilga grant asosida, byudjet asosida o'qishga kirishga qabullarni ochdik. Qabul muddatlari qabul 5-dekabrgacha davom etadi. Imtihon jarayonlari mart va aprel oylari bo'lib o'tadi. Siz o'qishni sentyabrdan boshlaysiz. Sizda hozir katta imkoniyat birinchilar qatorida o'zingizga 1 yil oldin byudjet joyini band qilib qo'yish. Agar siz Rossiyada grant asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, hozir 11-sinf talabasi yoki 2-3 yil oldin maktabni tugatgan bo'lsangiz, sizda hozir katta imkoniyat. Qayerga murojaat qilishni bilasizlar? WhatsApp va Telegram raqamlarimiz opisaniyada qoldiramiz. Sizlar bilan Apcenterda ko'rishguncha. Birinchi yangiligimiz bu konkursni spiski. Ограничение мест на fakulteti. Bu degani nima degani? Ekonomika, moliya fakulteti misolida men sizlarga hozir tushuntirib beraman. 2025-yilgacha qanday edi? Aytaylik, ekonomika fakultetida 20 ta joy bor. 200 ta bola topshirdi, 100 tasi imtihondan o'tdi, 100 tasi talaba bo'ldi. Universitet 20 ta joy ko'paytirsa bo'ladi. 25-yildan boshlab 200 ta bola topshirdi ekonomika fakultetiga, 100 tasi imtihondan o'tdi, birinchi 20 tasi student bo'ldi. Qolgan 80 ta yana yilga qolishdi. Ikkinchi yangiligimiz bu tibbiyot, meditsina yo'nalishiga tegishli, aynan o'zimiz soham. Xabarlaring bor, 2025-yilgacha meditsina yo'nalishiga onlayn ekzamenlarni topshirib kirsanglar bo'lardi. 2025-yildan boshlab tibbiyot sohasiga topovoy universitetlarga faqat ochniy format sdachi ekzameni. Bu degani universitetga o'ziga kelib imtihonlar hammasi topshiriladi. Shuning uchun oldindan to'g'ri universitet tanlab harakatlaringni qilinglar deganidir. Uchinchi yangiligimiz bu kirish imtihon ballari. 25-yilgacha kirish imtihon ballari o'rtacha 54 balldan 59 ballgacha edi. 25-yildan boshlab o'rtacha 69 balldan 71 ballgacha. Shunga qarab to'g'ri fakultet, to'g'ri yo'nalish tanlaylar. To'rtinchisi va eng muhim yangiliklardan biri qabul vaqti. Qabul vaqti har yili 20-iyundan boshlab 20-avgustgacha tugardi. Bu yil 2025-yildan boshlab 20-iyundan 5-avgustgacha qabul vaqtini kamaytirdilar. Shunga qarab harakatlaringni qilinglar. 5-yangiligimiz bu общежитие masalasi bo'yicha bo'ladi. Siz o'qishga dokumentlarni topshirganingizdan keyin общежитиеga ham заявление topshirishingiz sразу shart va zarur. Chunki joylar chegaralangan. Общежитиеda agar 200 ta joy bo'lsa, birinchi 200 ta bolaga o'sha joylar beriladi. Keyingi yangiligi общежитие berish vaqtlari bu 15 kundan 20 kungacha vaqt olishi mumkin. Shunga qarab oldindan harakatlaringni qilinglar. 6-chi bu dokument согласия на зачисление. Bu nima degani? Siz o'qishga kirish jarayonida hamma hujjatlarni vaqtida topshirib, imtihonlardan o'tib, o'zi siz student bo'lish jarayonida universitetga kelib, согласие на зачисление degan hujjatga qo'l qo'yishingiz kerak. Bu siz rozisiz shu universitetga kirib, ta'lim olishga degan dokument. Agar siz hamma ishlarni qilib bo'lib, shu hujjatga kelib qo'l qo'ymasangiz, universitet sizga studentlik haqida prikaz chiqara olmaydi. Bunga ham katta e'tibor berasizlar. Bu juda muhim dokument. Sizlarning o'qishlaringda omad. O'rtoq abituriyentlar va studentlar, o'ylaymanki bugungi videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar sizni o'rtog'ingiz, qarindoshingiz Rossiyaga o'qishga kirish borasida bo'layotgan bo'lsa, bu videoni обязательно jo'natib qo'yinglar. O'ylaymanki ular uchun ham foydali bo'ladi. Biz keyingi videomizda sizlarga 2026-yil qanday qilib to'g'ri o'qishga kirish kerak, qanday qilib oldindan harakat qilish kerak, hammasini to'g'ri tushuntirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Like sizdan bitta va kommentariy. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.